İyi aka mumkin emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ne mumkin emas menga? Rasmini ko'rdingizmi aka? Ko'rdim, nimaga mumkin emas? Voy, men tishim bor. Bilov uchun mo ishingiz bor. Men kompyuter yozishimga, voy, nimaga mumkin emas? Kim zapret qo'ygan o'shani ayting menga? Qani chaqiring xo'jayiningizni. Yo, brat, kiramanman, nega kirmayman men? Mumkin emas. Xo'jayinlar aytishgan. O'sha xo'jayiningizni chaqiring, nega? Tekishdimi? Nima bo'pti? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Xastaga. Nima gap? Kirmoqchi edilar, mumkin emas. Ne menga mumkin emas? Bu yoqqa kirish mumkin emas. Men buni ko'rmadingmi? Yo, ko'rdim. Bunaqa rasmni yopishtirib qo'ysiz o'zingiz. Bu yerda so'kish mumkin emas. Bu normalniy joy. Yo, so'kmasam turolmayman-da, aka, shunaqa odat. Yo'q, bu yerda kirsang agar so'kish mumkin emas. Boshqacha sen kira olmaysan bu yoqqa. Bo'ldi aka, keta qolay, yo emas menga to'g'ri kelmas ekan. O, kompyuter ko'ryapsan? Yo'q aka, zo'r ekan, zo'r kompyuter ekan dedim aka. Bo'ldi, so'kmayman, nima qilamiz endi? Lekin men senga ishonmayman. Qara. Nega ishonmaysiz menga? Hech kamchiligini. Nima kechaman? Hech. Senga ish bor. Brat, ushlab tura olasizmi? Ke, qo'ling ber. Nima bu? Qo'lingni ber. So'kmayman dedim aka, kerak emasdir mana shu. Xotirama, chotki bo'ladi hammasi. Voy. Нормально bo'ladi. Просто ради безопасности. So'ksang agar mabodoga. Xo'p, проверка. Tayyormisan? Ha? Yo, normal. Xo'p, проверкаdan o'tdi. Yur endi. Bormi og'riq? Xo'p, abu qo'limda seni kaliting video. Xo'p, konfiguratsiyam bo'yicha. 5070 RTX eng oxirgi video kartalardan 12 GB, даже Hafizda ham bunaqasi yo'q. Orzu qilgan. Ryzen 7 78. Aka, bo'ldi. Ikkinchisi 7800 X3 da, xullas. Senga o'shani 500, 600, 700 FPS beradigan. Hop, B650 Wi-Fi MSI brendidan matinskiy plata. Sen yaxshi ko'rgan o'sha розовый, конкретный мужской mishka, Superlight 2 va buni mishkasi. Sen xohlagan o'sha G713 klaviaturasi, Logitechniki. Hop, kelgan 750 wattli blokdan senga bu hech narsa demaydi menimcha. Воздушный двухсезонный именно охлаждение va akvariumli case. Kimni boqsang boqaversan buni ichida. Bildi, rostdan baliq boqaman deb. Ha. Ro'zadan keyin faqat. Ha. Просто проверка bu. Navi mana eng sevimli kamera. Ha, Navini yaxshi ko'radi bu. Xullas, mana shu kompyuterni biz yig'amiz, yig'ish jarayonini xudo xolasa chiroyli qilib obunachilarga ko'rsatamiz. Yoqdimiz borka? Конечно, aka, shunaqa narsa yoqmay bo'ladi. Uzr. Ya, aka. Xo'p. Proverka qildim mana. Bu gal просто proverka qilamiz. To'xtamayapti bu. Rostdan to'xtamayapti. Bosilib qoldi. Rostdan to'xtam. Voy. Qo'lim ishlab. Voy. Kapamay qolaman. Ya seriously to'xtayapti. Voy. Выпуск emas bu. Hamma cringe bo'lib ketadi-yu. Bamber tashidi sizga bu. Tatsik senzurani o'sha. Короче, выпуск четкий bo'ladi, xudo xolasa. Kompyuterni yig'ib, muzikalni четкий qilib jarayonni ko'rsatamiz. Uzoqlashinglar. Mani ham oling, pos. Buni ham oringlar. Kameraga bos ber. Yo'q. Mani qo'limda turibdi. So'kyapti. Chiqaradi. Mumkin emas. So'kmayman degansan. Bo'ldi, shu cho'tki. Yo'q, ani uryapman, so'kyapti. Yana uryapman, yana so'kyapti. Hop, abu. Ana shu joyga ham yetib keldik. Hamma shu joyga kelish orzu qiladi deydi. Bu kompyutering. Ha. O'zing yig'ib tashlayversan, bemalol. Yo'q, lekin men kompyuter yig'ishni bilmayman. Umrimda yig'maganman deydi. O'ynashni bilasan, lekin yig'ishni bilmaysan. Ya aka, uni ustalariga ustasi emasman, o'ynashda ustasi lekin-da. Oddiy ishlarda. Bo'pti, Ibrohim ke. Bu Ibrohim. Ha. Salom. Bu to'lig'ini aytamizmi? YouTube'da bilishadimi? To'liq ismini yo'q bilishmaydi. Ismim Familiyami, otchisi. Uzr. Bu Abduaziz. Bu Ibrohim. Sening kompyuterni yig'ib beradi. Cho'tki qilib, chiroyli qilib. Polniy sovg'alaringizni mashinaga beraverasan. Valloh. Bemalol.
İbrahim, bu Abdülaziz O'zbekistondagi eng og'zi shalol streamerlar ha. Polni hamma yog'i so'kilib Aql deb. Mana bu tok. Bu va'da bergan, bu yoqqa kirganda so'kmayman deb. Yaxshilik yo'lda ishlatamiz. Mopodo agar ana ko'rsa o'ylamayman shu qizil libos. Qizil libos ur. Men ham o'zim kuzatib turaman hammasini. Abdülaziz, omad. Bilan kelishamiz ora. Buni taqib olasan? Chestni odamman, aka. Xafa bo'lmaysiz, faqat bostirdilar. Xo'p, zborkani tomosha qilamiz bo'lmasa. Mana qilib bering, abuga anaqa kompyuterini deydi, mana xudoga shukr yetib keldik shu kunga ham. Vaqt ikkalamizda ham bo'ldi. Menda yo'q edi o'zi. Kechiringlar. Hammasi shaxsda gap bor. Bir qoshiq qonimdan kechiringlar. Men ketdim. Tinch qo'yinglar bo'ldi. Birinchi piyoz to'g'ri olamiz, birinchi. Birinchi. Bu nima endi menga bitta Polka tushuntirib. materinskiy plata. Aha. Asosiy. Ana Ryzen shunga yopishtiriladi?mi? Ha. Mana shu narsani ko'rishni orzu qilar edim lekin. Hamma detallarni, bu detallarni mashinaga qotiramiz. Aha. Hozir piyoz ekanda bu. Yog'. Ha, yog'. Mana hozir piyozni insonlar mana. Bu mana bu protsessor. Ichida bitta anaqasi ham qiyshayib ketish ishlamaydi, aka. Bir marta mana shu narsani noto'g'ri yopishtirib qo'yib, kompyuterim yonmay qolgan. Mamnun. Ha. Yana bitta qilib ko'rasizmi? Yomon qo'rqib ketganman. Yonmagan garaj. Qo'yib ko'ring, aka. O'zingiz. Qanaqa qo'yib, men qo'yaymi? Noto'g'ri qo'ysam nima bo'ladi? Noto'g'ri qo'ysangiz kirmaydi o'zi. Mashina kassova holatda mashina tiqasiz. Yana o'zi anaqasi bor. Mana bu yerda tilla bor, yana anaqasi. Tepasiga to'g'rimi? Mana eshitdingiz, sal tepaga ko'taring. Mana ozgina bo'ldi tiqing. Bo'ldi? Ha, ko'tarib turib tiqing. Bo'ldi. Nimadir Pastga bosing. Bo'ldi. Bu termoprokladka deyiladi, чтобы SSDingiz qizib ketmay, охлаждение qilib turishiga. Ha, ustidan qo'yiladi-da. Qizuv. Hozircha bitta ham so'kinmadim. Ha, aka. Chotki. Ishlatinglar bulutda, aka. So'kib qo'ying. Kechadan beri o'zi qo'lim ishlamay ham qoldi. Kechga hali qiladigan ishlar bor bu qo'l bilan. Hech bir noto'g'ri ulab qo'ygan paytlaringiz ham bo'lganmi? Tiba noto'g'ri ulab qo'ysa nima bo'ladi o'zi buni? Mana kullarni noto'g'ri ulasangiz bitta yonadi bo'ldi, qayta yonmaydi, aka. Ha, bitta yonadi, shu bilan kuyadi, to'g'ri? Ha, bitta aylanadi bo'ldi, qayta yonmaydi. Unaqa momentlar ham bo'lganmi hayotingiz davomida? Yo'q, ko'rganman, o'zim qilib ko'rmaganman, o'zim kuydirib yoki bu narsa qilmaganman. Valloh. Qochim bo'lmasin ilohim. Mana bu lekin mana shit. Okey. Ana. Assalomu alaykum. Cho'z ta'sir qilmayapti. Kuchliman deysiz ishga. Ko'raymikin men? Assalomu alaykum. Nechida turibdi bu? 15 da turuvdimi deyman, ha? Bo'pti, bundan keyin o'zi bitta streamga olsam bo'lar ekanda-ya. Yonimga bitta odam kontrol qilib turar edi. Ha? Zo'ra to'xtasin. To'xtamasa kerak. Agar polshalik teammate'lar tushib qolsa komandangizda farqi yo'q-da, u payt. O'lib olishga ham rozisiz, ularni so'kish uchun. Hozir buni kullerida mamdaqa nimadir monitori ham bo'ladimi? Unaqasi emas-a? Zora shu kullerida monitorida so'ndi. To'g'ri, masala yomon so'z emas, bu so'kinish emas. Bu joyga tit qilib yo'q qo'yasiz, portlab ketsin. Bombakilar 50-70 ishlataman deb hech ham o'ylamagan edim, lekin 50-90 bundan qancha qimmat? Pasti bir baravar qimmat o'zi kerak. Ha. Eng oxirgisi to'g'rimi 50-90? Eng so'nggisi. 500-600 FPS bersa, kayf qilib keys o'ynayman deyman. Ne so'kmayapsiz, aka? Hozir aql olaman, biram. Qo'lim og'rib ketdi, onasini yemsin. Ishlamayapti qo'lim. Yo'q, Kiradi to'riga. Dalvoyev degan ham so'kishga kirmaydi. Yo'q, kirmaydi. Voy, men sizga videosini qo'yib beraman, xohlasangiz kirmaydi. Yo'q, kirmaydi, brat. Avror Muxtor Ali.
Абсолютный sinema. Bor nariga deganida, tipo. Bu kompyuterga necha yil garantiya berasiz? To'g'risini ayting faqat, aldamasdan. Boya aldamayman dedingiz. Senga вечный kerak. Вечный? Ishlatmasangiz agar. Пока сотрудничество идет. Tugagandan keyin do'l kerak. Bu nima edi bu hozir ochgan narsangiz? Hozir ko'rsin. Ha. Blok pitani. Ha, mana shu anov, ha? 750. Dokka javob beradigan o'sha, to'g'rimi? Mas. Da 600 Hz olsam endi, voy. Ketadi, yo'q. Ana. Bermang deb turibdi, qo'yib ketganmiz. Yo'q. Dilar aytgancha, oqqa kechirasiz. Bundan keyin mana bu narsa apiga bo'lsa kelmayman aytib qo'yaylik. Bosilik. Qo'lim real ishlamayapti shu. Hali. Tegmayapmi-ga? Yo'q, lekin men bu kompda maza qilaman. 160 oldim, lekin kompim 200 FPS ham bermayapti. Har kuni so'kkan dursa aka. Ya realni ani 100 FPS ga tushib ketadi. Stream yoqaman, OBS ga kiradi. OBS bilan KS bo'lsa, Ona 100 FPS ga tushib ketadi. Umuman nima bo'ldi? Lekin stream o'chirsam 300 FPS beradi. Stream yoqsam 100 FPS beradi. Даже 70 ga tushib ketdi qanaqadir kartalardan, suvli, yomg'irli kartalarda. Mana bu короче shunda mat plata mana shu, to'g'rimi? Ona plata. Ha, mat. Ona platasi mana shu. O'zi. Bu video karta. Bu cooler. Bu qo'yganim mana Bu blok pitaniya. Ha, protsessor o'sha mat plataga yopishtiriladi, to'g'rimi? Ha, tushunarli. Brat. Brat. Shaxsiga o'yinchoq masaga o'ynamaydi. Bu qo'lim rostdan ham qizarib qopti. Voy, kuyib qopti, realni kuyib qopti. Yo'q, men uni bunchalik deb o'ylamagan, realni qo'lim kuyib qopti. Bu mana rostdan. Portlab ketmaydimi? Sog'lor, sekin-sekin ko'tarib kelasiz, vibratsiya berasiz. Bitta 20, shu bilan stol tayda bo'laman. Siz nimadirga rostdan tayyorlayapsiz, odammi? Yaxshiligi bo'lsa bo'ldi. Challenge qilaylik. Mana hozir hammani yig'aylik-da, kim necha chidab bera oladi. Sanki bo'ldi, o'tmayapti. Agar 600 Hz olib beraman, siz 20 gacha turib beraman. Oxirigacha, o'limgacha. O'limgacha sardor. Beraman 600 ga. Har sekund 20 dan bitta beraman. Voy. Ana 2 sekund davom etadi. To'g'risi bo'ladi lekin bu. Choy yo'q ekan. 600 Hz da qo'lim ishlamay qolar ekanda. Keyin nimada o'ynayman? 500 FPS stabilni bersa kerak. Bestreamda. Ha. Streamda 400 bersam yetadimi? Mana aka bu protsessorimiz bizni охлаждение qilib beradigan. Sovutish tizimi bu. Kondisioner. Ha, mana bor ekan monitori. Yo, prostami bu? Yo'q, monitori yo'q aka. Rasmiyatchilik ekan. Tuxumni korobkasiga o'xshar ekan. Jahongir Latifov. Do'stlar, mana hozir Ibrohim akam bilan suhbat qilyapmiz. Aka, ko'rsiz. Keysiz o'ragan nima ish qilasiz? Takoy. Dirs matiz beradi, dirs. Bir kunda nechta keysa qilasiz endi sir bo'lmasa? Endi klubga yig'ganimizda 15 taga borgan. Tasalluf. Ha, u endi bunaqa zborka emas-da. Ha. Oddiyroq. Sal oddiyroq zborka. Bunaqa zborkadan yig'sa 5 ta yig'sa kerak. Bitta odam. Короче, bitta qassob bilan gaplashganingda qo'y so'yadigan. Ha. Nechta so'yasiz deganimda 60 taga so'yaman bir kunda degan. Bundan keyin video karta qo'yadimi? Ha, buni qotirib olganimizdan keyin kabel menejment qilamiz-da, keyin video kartani qo'yib yoqib shu. Lekin Windows ham shadow sinov qilib berasizlarmi? Windows 10 Pro qilsak bo'ladimi? 10 Pro zo'r deyishdi-da. 10 uramizmi? Komplektga 11 lekin. Ha?
Bu komplektga 11 urish kerak, chunki Windows 10 hamma kuchini ishlatib bera olmay qoladi. Ha, yo'q. Bularni, Ha, rostdan ham lekin yangi chiqqan u. Streamda so'kadi, bu so'kmayapsiz umuman. Ha, hozir aql bola bo'lganman ro'zada. Hoji aka bo'lganman. Komp keldimi deb shuna umrimni yeyishdi endi. Hattodan aytib qo'ygan ekanman, komp yig'diryapman deb. Katta qilib monitorga yozib qo'ydim. Komp hali kelmadi deb. O'zim webkam bilan turibdi. Katta, полный tekst ekran to'ldirgan. Shunday mana komp keldimi deb so'raydi. Ana endi bugun komp keldi deyman. Qanaqa so'kdingiz? Bundan keyin qanaqa asab buzilmaydi. Bir kun kino ko'ryapman dedi işte. Kino ko'ryapman. Описание degan narsa bor-da, odamlar uchun chiqarilgan. Описаниеga kinoning nomi, qachon soat nechida boshlanganini yozib qo'yganman. Aka nima kino deb so'raydi. Men katta qilib yozib qo'ydim kinoning nomini. Kinoning nomi nima? La'natlangan orolmi? Ana bir balo degan kino edi, DiCaprio o'ynagan. O'sha kino edi. Yozib qo'ysam yana so'raydi, aka nima kino edi? Keyin уже so'kmasa edi, elektroshokermi? Pichoq tursa ham hamma yog'iga iloji yo'q. Распаковка chek. Короче, hozir mana серьезный, kuchli bo'lib, Kuchinski AUE bo'lib, gigabayt ochamiz. To'g'rimi? Ko'p bazaroq, orzu qilgan video karta. Centerski bo'lgan video kartasi. Malibu. So'kmaysiz. Hidi ham bormi? Hidi. So'ketganim yo'q, ey. Sujda maksimalni. Mana bilan ochuraymi o'zim? Ishlamayapti. Ish topgan. Bo'l. Bosilib qoldimi? Do'stim deding, dunyo ne'matlari video karta. Biz kutgandik, biz bilgandik. Biz yoshlar sezgandik bunaqa o'zgarishlar bo'lishini. Tushimizga ham kirmaydik. Kichik bordim, ham bitta video karta ochishdi ham. Yadan oling. Rahmat. Birinchisi hokimlar. Birinchi ochish shunaqa bo'ladi-da o'zi, Nodir aka. Birinchi ochishda shunaqa ozgina qiynalasiz, optsiz bo'lasiz. Hayot davom etaveradi, keyingi safar o'rganasiz. Oh, bo'l. Bajoda jonkalar. Okalar mana video kartalarni jinnisi. Korobkani qara. Vertolyotni qara. Jigar? Siz ham shunaqa kelib turib video karta qo'ydiring, jigar. Bu videoni shunaqa video karta qo'ydiradi, do'stlaringizga tashlab. Qachon olib kelish kerak? 1 yilda bir, ha? Har 6 oyda changini tozalashga, produktga и har 1 yilda termopastasini alishtirishga olib kelasiz. Rek bosmabsiz, to'g'rimi? Yo'q, bu normalniy. Hayot uchun xavf. Yamada gudasay. Bitta o'ring mayli. Bitta o'ring. Qanagar. Nima dedik? Bo'l. Mana shunday kirib kelaveramizmi? Mana yo'qmi? Zapis. Qanaqa kirib kelamiz rostdan shaxsaga? Farqi yo'q. Rosa. Assalomu alaykum shaxsaga. Salom qilsin. Assalomu alaykum, brother. Keling. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Allohga shukr. Salomatmisiz? Ha, so'kishlar hammasi chiqib ketdimi? Cho'tki aka. Organizmda qolmadimi boshqa? Yo'q. Streamda endi boshqacha bo'ladi. Uyga bormaguncha. Qo'limdan kelganini qildim, so'kmaslik uchun, lekin foydasi yo'q deb o'ylayman. Ana yechib qo'ydim. Kecha zaявление yozayotgan joyda qaytardim. Mana anaqalar toshib ketdi dedi. Hamma yog'im kuydi dedi. Ko'rasan kuyib qoldi. Yo'q. Xullas, tayyormisan? Ha. Birinchi yo'q, yuragim to'xtab qolishi mumkin. Bu yoqdan ko'rinmaydi, bundoq kallangni bu yoqqa tiqib tursang, Aha. bu yoqdan ko'rinadi. Bismillah. Ko'ksam bo'ladi, to'g'rimi? Tabriklation. Yep. Ber ikkita yana elektroshoker, ber yana ikkita yana so'kyapti bu. 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7 ta video kartasi, 3 ta, 10 ta, mana bunda bitta pullari bormi? Voy bashariyam qursin. Qanaqa chiqib chiqasan buni hammasini? Jahon qiynalib So'kib bo'lmaydi. So'kmasdan bo'lmaydi-ku aka bunga.
Mana buni orqasida zo'r narsa turibdi. So'korma. Nimani o'rtasida? Ha. Eslaysizmi? Endi biz kuchli qaytdik. Kuchli. Oktagon ligadan jang so'rayman. Mana shu kompyuterga mos raqib topib jang beringlar menga. Bitta raqib bor, shu ham ana uniki. Abstraktga kim edi ismlari? Begzod akaniki, qolgani butun O'zbekistonga viza. Xullas, 1,5 yildan beri partnyorstvo ololmay kelgan Abu Jahon bilan bir haftada hal bo'lib ketdi. Jahonga kattakon rahmat. Erishdik. Biz bilgandik, biz kutgandik. So'kmaydi deganda hamma odam dili bo'ldi. Bu выпуск qanaqa chiqaramiz men hech bilmayman. Hamma yoq tu. Xullas. Vo, anaqa yozib qo'yinglar. Qaysi Marvel kinosida aytadi-ku, 134 marta Marvel kinolarida so'kilgan. Bitta qaysidir kinosida 133 marta Deadpool'damidi? Ha. O'zbekskiy Deadpool короче. Voh. Xullas, u yoqqa endi kontentni bosamiz. Xohlasa. Zo'r kontentlarni kutib qolamiz Abudan. Rahmat kattakon Abu. Sizga rahmat aka. Biz bilan hamkorlik qilganingiz uchun. Qo'lim ko'ksimda mana, xohlasa serquyosh aytib beraman. Qulda ishlaysan hali dedi. Jala aytib aka. Xo'p, Abu, bundan tashqari senga Aha. zo'r O'zi ham yetardi. batarkalarimiz bor. G Pro X wireless simsiz. Ana bor. Hoxi. O'sha narsada endi bemalol uchib ketaverasan orqaga. Xullas, erkaklarning haqiqiy mishkasi Rozovey. Takoy, mujus. Ha, bu ham ikkinchi chasti. Ano Kecha ustidan kulganingiz. monosini klaviaturasi. Buni seni fanatni ustidan kuldilar. Simple. Mayli, xo'p. Men ham Gapirmay dars qo'ya qoling. Onani yuzim. Gapirmay qo'ya qoling. Xullas, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentda Abu xarosh deb yozinglar. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon hammalarga. Rahmat aka sizga endi videoni o'chirgandan keyin sizga abdushi yurakdan tilaklarim bor. Uni Salomat bo'linglar.